Bilmayman, necha kundan beri sahna ortidaman. Kunlarning birida telefonda oyim bilan gaplashib ketayotgan edim. Shu payt qandaydir itning akillagan tovushi eshitildi. Men bundan biroz hayratlandim. U menga qarab akillardi. Men yurishda davom etardim. Shu payt qandaydir qorong'ulikni his qildim. Ko'zimni ochdim. Ko'zimni ochganimda ko'zimga birinchi tashlagan narsa chiroq o'chib yonar edi. Men boshim juda ham og'rirdi. Yerda cho'zilib yotar edim. Hatto turgani ham holim yo'q edi. Asta-sekinlik bilan o'rnimdan turdim. U yoq bu yoqqa alanglab qaradim. Bu yer xuddi labirintga o'xshardi. Devorlar sap-sariq bir xil. Umuman bu devordan bu devorni, boshqasidan boshqasini ajratish juda murakkab edi. Men asta-sekinlik bilan yo'lda ketar edim. Meni turli xil qo'rqinchli tovushlar qo'rqitar edi. Shu payt ko'zimga uzoqdan qorong'ulik ko'rindi. O'sha tomonda eshik bo'lsa kerak deya yo'l oldim. Ammo u yerda aylanardim, men har safar o'zim bir joydan chiqib qolar edim. U yerda yuraverardim, oradan ancha vaqtlar o'tib ketdi. Men o'sha yerda sargardon bo'lib yurar edim. Oxir-oqibat charchab devorga suyanib o'tirib qoldim. Qornim juda och, men juda ham g'amgin holatda edim. Oradan vaqtlar o'tdi. Juda ham negadir xonami, u yer xullas juda ham isib ketdi. Mendan terlar oqib ketardi. Yo'lda ketayotganimda oyog'im qandaydir chuqurchoqqa tushdi. Bir iz, inson izi. Ha, demak bu yerda mendan boshqa odam bor, deya yo'lda yurishda davom etdim. Yo'lda ketar ekanman, mening holim qurigan, juda ham chanqagan, qornim ham ochgan edi. Shu payt uzoqdan yana bir qorong'ulik ko'rindi. U tomondan qo'rqinchli tovushlar eshitilardi. Qadam tovushlari. Men juda ham qo'rqardim. Qo'rqqanimdan mening charchog'im ham bilinmas edi. Shu payt chap tomonimdagi yo'lakdan qandaydir bir qizaloqning kuylagan tovushi eshitildi. Men asta-sekinlik bilan u tomonga qaradim. Ammo hech kim, hech narsa yo'q edi. Qandaydir bir havo quvuriga o'xshagan uzun joy bor edi. U yerda inson o'malab yurishi mumkin edi xolos. Men shu yerda chiqish bo'lsa kerak deb u tomonga bordim. U yerga qaradim. Juda ham qo'rqinchli tovushlar eshitilardi. Men chiqib ketish umidida u yerga kirdim. Hamda u yerda o'malab ketar edim. Shu payt chap tomonimga bir tunnel chiqdi. U yerdan qandaydir qo'rqinchli tovush eshitildi. Hamda u yoqqa qaradim.